27 noyabr kuni Toshkentda IMS Media Day 2020 konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda televideniya va telekommunikatsiya sohasidagi professionallar bir joyga jamlandi. Maqsad sohadagi holatni muhokama etish va o'zaro muloqotni mustahkamlashdan iboratdir. International Media Service mustaqil mintaqaviy ommaviy axborot vositalarining sotuvchisidir. Kompaniya ommaviy axborot vositalarining reklama imkoniyatlarini sotishga ixtisoslashgan bo'lib, bozorni baholash, televizion konsalting va narxlarni shakllantirish sohasida noyob texnologiyalarga ega. O'zbekiston Milliy media kengashi raisi Ravshanxon Jo'rayev konferensiya davomida so'zga chiqib, media sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijalariga to'xtalib o'tdi. Milliy media kengash tashkil etayotganda bor kuchlarimizni birlashtirib, televizion reytinglarni tashkil etish asosiy maqsadimiz edi. Hozirgi kunda biz kutgan natijalarga erishib kelyapmiz. Reyting ishlamoqda, JRP va media seyirlar yuzaga keldi. To'g'ri, kamchiliklar bor, ammo yutuqlarimiz ko'proq. Bu yutuqlar qanday bo'lmasin, u barchamizniki. Uning rivojlanishi siz bilan bizning qo'limizda. An'anaviy tadbir bu yil 3-marotaba o'tkazilmoqda. Anjumanda O'zbekiston media sanoatidagi trendlar va sohaning rivojlanishi bo'yicha dolzarb mavzular yoritildi. Shuningdek, televideniya investitsiyalariga pandemiyaning ta'siri borasida ham so'z yuritildi. 2020-yil global media trend va istiqbollar, televideniyadagi talab hamda taklif bo'yicha asosiy moyilliklar, qo'shni davlatlar misolida kontent sohasidagi biznes modellar hamda 2021-yilda narx shakllanishi bo'yicha sharhlar haqida ham muhokamalar bo'lib o'tdi. Pandemiyaga qaramasdan respublikamizdagi televizion reklama sohasi qo'shni davlatlardagi vaziyatdan keskin farq qiladi. Jasur Tojiyev joriy yilgi televizion reklama bozori haqida gapirib, reyting qay darajada oshgani va prognozlar qanchalik mos kelganligi borasida ma'lumot berdi. Apreldagi lockdown hamma narsani o'z joyiga qo'ydi. Yil yakuniga kelib avvaldan prognoz qilinganidek 23-24% ga o'sish sur'atiga erishdik. Buning ko'plab sabablari bor. Pandemiya paytida hamma uyda bo'lgani uchun telekanallarning tomoshabinlari soni ortdi. Chunki shu paytda televizor axborot olishning asosiy manbai edi. Для многих семей основным источником информации и развлечений. Prognozlarga ko'ra, o'sish trendi inqiroz davrida saqlanib qoladi. Inqiroz bizni puxta o'ylangan narx siyosatini yuritishga o'rgatdi. Kelgusi yilda joriy holatni saqlab qolish, hatto uning o'sishi kutilmoqda. Узбекистан в этом плане показал более позитивный рост. O'zbekiston bu borada boshqalarga nisbatan ancha yaxshi natijani namoyon etdi. Biz buni shuningdek, O'zbekistonda televideniya eng katta auditoriyani qamrab olganligi bilan ham qiyoslasak bo'ladi. Tadbirning axborot sherigi Ad-Index Markaziy Osiyodagi reklama sohasining holati va istiqbollariga bag'ishlangan maxsus loyihani ishga tushirmoqda. Ikki yetakchi mintaqalardagi bozorlar xususiyatlari to'g'risida kompaniya vakili gapirib berdi. В данный момент на сайте adindex.asia Ayni dam adindex.asia veb-saytida Qozog'iston va O'zbekistondagi reklama hamda marketing bo'yicha ma'lumotlar joy olmoqda. Ya'ni biz media bozor vakillari, yirik reklama agentliklari va reklama beruvchilar bilan muloqotdamiz. Bu juda qiziq, chunki Markaziy Osiyo media bozori rivojlanib bormoqda. Центральной Азии медийный развивается. Umuman olganda uchrashuv qiziqarli va unumli bo'ldi. Unda media sohasidagi trendlar va islohotlar muhokama qilinib, soha rivojlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etildi va kelgusi rejalar muhokama qilindi.